Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, salomatmisizlar? Mana ko'rib turganlaringizdek, ozgina videoni ko'rib o'tkazib olmasdan kutib turinglar. Men aytib beraman nima bo'layotganini. Ko'rib turgan joylaringiz yetimlar uchun qurilayotgan uylarimiz. Avvalgi videolarda batafsil ko'rgansizlar. Siz azizlarda homiyliklaring bilan 5000 so'mdir, 10000 so'mdir, nech pul bo'lsa ham himmatlaring bilan mana shu uyda hozir tom qismiga loy bosyapmiz. Shifrlarimiz tayyor, shifrlarni yopamiz. Uy deyarli 70% bitta degani. Kim bilan? Bu bitta boydiki yoki bir kattakon biznesmenning himmati bilan emas. Siz oddiy O'zbekistonimizning xalqini 5000 so'm, 10000 so'm pul tushirishi bilan mana shu darajaga keltirdik. Bu bir kishiga bas. Nimani evaziga? Biz birlashganimizni, videolarimizni ulashtilaring, yaqinlarga dalolat qildilaring yoki karta raqamlarimizga sizlar pul tushirib berdilaring. Endi yana bir iltimosimiz bor. Mana deyarli 70% bitdi. Qolgan qismimizga ham ozgina mablag'lar yetmayapti. Shuni biz azizlar birlashib turib, pullaring bo'lsa pul tushirib yoki qo'llab-quvvatlab, tanishlarga yetkazib, mana bizga hozir eshik-rom kerak, pol qoqishimiz kerak va bezak ishlarimiz bor, pataloy degandek. Ozgina yana pul ishlaydigan joylar bor, oshxona bor, hammom, tualet bor. Bularga ham ozgina rasxodlarga mablag'imiz yetmay turibdi. Shunga azizlar kelib birlashaylik. YouTube kuzatuvchilarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin, himmatlari baland. Telegram gruppalarida qarindoshlarga, hamma gruppalarga oshirib yordam qilishyapti. Bu ham albatta bilinglar ehson. Bu jo'natib qo'yish nima degan narsa? Shu ham ehson bo'ladi. Chunki siz sabab birov ko'rsa, bizga pul tushirib bersa yoki nimasidirni ko'tarib yordam qilib bersa, shu katta xizmat bo'ladi. Azizlar, kelinglar birlashaylik, videolarimizni o'tkazib olmasdan kanalimizga obuna bo'lib, jarayonlarni Telegram gruppamizda ko'rib turinglar. Kunlik jarayonlarni biz tashab boryapmiz. Qaysi qismiga keldik, nima ketyapti, qaysi jarayon ketyapti, pullaring qayerga sarflanyapti, shularni yoritib boryapmiz. Azizlar, hammalaringga rahmat. Avvalo shu kungacha kelgan jarayonimizga xizmat qilganlarga hammaga rahmat. Uzog'i bilan bir oy ichida xonadonning egalarini olib kelamiz, ularga uylar topshiramiz, ularni ham video qilib chiqaramiz. Albatta, hammalaringni xizmat qilganlar, kommentariy yozgan bo'ladimi, like bosgan bo'ladimi yoki pul bilan ehson qilganlar bo'ladimi, hammalarini haqlariga kerak bo'lsa, birma-bir bo'lsa ham duo qildiramiz inshaalloh. Albatta bularda yetimni duosi ijobat. Masalan, ozgina kasalliklari bor, nogironlik jihatdan. Uni odamning duosi ijobat. Shularni ham hisobini qilib, hammamiz bel bog'laganmiz. Hamma yaxshi ishda. Salomat bo'linglar. Hissa qo'shayotganlarga, videolarimizni ulashayotganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.